7. bob. Shuningdan keyin Hazreti Ayso Jaliliya o'lkasida kezib yurdi. Yahudi oqsoqollari uni o'ltirishni maqsad qilganligi uchun u Yahudiya o'lkasida turishni xohlamaydi. Bu chaqda Yahudilarning kapitikish heytiga oz qolgan edi. Shunga Hazreti Aysoning inlari uningga: "Heytdan burun Yahudiyaga bering. Agash kuchlaringizmi karomatlaringizni ko'rsin. Chunki o'zini to'litmoqchi bo'lgan kishi yoshirin ish qilmaydi. Bu ishlarni qilayotgan ekansiz, o'zingizni insonlarga ko'rsiting" deyishdi. Sababi inlarimu uningga e'tiqod qilmagan edi. Hazreti Ayso ularga: "Mening vaqt soatim texi kamidi. Lekin sizlarga qachonli bo'lsa fursat bor. Bu dunyodagi kishilar sizlarni hargiz o'sh ko'rmaydi. Lekin meni o'sh ko'rdi. Chunki men ularning qilmishlari razil deb guvohlik beryapman. Sizlar heytqa beraveringlar. Men hozircha bormayman. Chunki mening vaqt soatim texi yetib kamidi" dedi. Hazreti Ayso bu so'zlarni qilib Jaliliyada qoldi. Hazreti Aysoning inlari Yerusalimga hech uchun kelgandan keyin Hazreti Ayso o'zimu u yerga bordi. Ammo oshkor emas, yoshirin bordi. Hech oyam kunlarda Yahudi oqsoqollari uni izlab xaloyiqdan "Aysoni ko'rdinglarmi?" deb so'rashdi. Kishilar orasida uningga munosabatlik ko'p gap so'zlar eqib yurdi. Ba'zilar uni yaxshi odam desa, yana ba'zilar yo'q, dal aksicha xalqni ozdiryotdi deyishdi. Biroq hech kim uning yaxshiligi to'g'riliq oshkora so'zilmaydi. Chunki Yahudi oqsoqollaridan qo'rqatdi. Heytning 20 o'tganda Hazreti Ayso markaziy ibodatxona g'oylariga kirib, xalqqa ta'lim berishga boshladi. Yahudi oqsoqollari: "Bu odam hech qanday ta'lim olmagan turuqliq, uning qandaqmi muncha ko'p bilimi bo'lsin" deb hong-tong qilishdi. Hazreti Ayso ularga: "Bu ta'limlar mening emas, balki meni avatkuchi Xudoninkidir. Xudoga chin dilidan itoat qilishni xohlaydigan kishi bu ta'limlarning Xudodan kelganligini yoki o'zligimdan aytayotganligimni bilalaydi. O'z oldiga so'zlagan kishi o'z shon sharifini izlaydi. Lekin o'zini avatkuchining shon sharifini izlaydigan kishi haq so'zlaydi. Undaq kishida haqsizlik yo'qdir. Musa payg'ambar sizlarga Tavrat qonunini o'zi yetkizgan, shundaqku. Lekin hech qaysinglar bu qonunga amal qilmadinglar. Aytinglarchu, nemishqa meni o'ltirmoqchi bo'lasizlar?" dedi. Ko'pchilik: "Sizga jin tegibdi. Sizni o'ltirmoqchi bo'lgan kim ekan?" deyishdi. "Men dam olish kunida bir mo'jiza yoritib qo'ysam, hammanglar hong-tong qilishdinglar", dedi Hazreti Ayso. "Biroq sizlarmi Musa payg'ambarning bola tug'ilib 8-kuni xatnisini qilish kerak degan buyrug'ini ado qilamiz deb, dam olish kuni bo'lsa-mu, bolalarning xatnisini qilaversizlar. Amaliyotda xatni qilish Musa payg'ambardan emas, ajdodinglar Ibrohimdan qolgan. Tavrat qonuni buzilmasin deyilib turib, dam olish kuni xatni qilindi-yu, bundaq kunda bir odamni sopmusoq qilsam, nima uchun menga ochiqlanasizlar? Tekshirmay turib, hukm qilmanglar. Hukminglar adil bo'lsin." Yerusalimliklarning ba'zilari: "Oqsoqollar o'ltirmoqchi bo'lgan odam bu emasmidi? Oshkora so'zlayotsa-mu, uningga qarshi hech narsa demayotganini. Oqsoqollar uning qutqizg'uchi Masih ekanligiga haqiqatan ko'zlari yetdimi? Holbuki
Masih kelganda, uning qayerdan kelganligini hech kim bilmaydi-ku. Biroq bu odamning bo'lsa, qayerdan kelganligini aniq bilamiz, deyishdi. O chaqda markaziy ibodatxona hoylarida ta'lim berayotgan Hazreti Ayso yuqori ovoz bilan mundaq dedi. Sizlar meni tanıymiz, hamda mening qayerdan kelganligimni bilamiz deb qaraysizlar. Shundaqmi? Biroq men o'zligimdan emas, men vakillik qilguvchining avatishi bilan keldim. U haqdir. Biroq sizlar uni tanimaysizlar. Men uni tanıyman. Chunki men uning yenidan keldim. Meni u avatdi. Shuning bilan ba'zilar Hazreti Aysoni tutmoqchi bo'lishdi. Lekin uningga qo'l soldigan odam chiqmadi. Chunki uning vaqt soati texi yetib kelmagan edi. Xaloyiq orasidagi nurg'un kishilarmi uningga e'tiqod qildi. Ular Masih qandoqmi uningdan ko'p mo'jiza yaratar deyishdi. Parislar xalq ichida Hazreti Ayso haqidagi eqib yurgan gap so'zlarni anglab, oliy ruhoniylar bilan maslahatlashib, Hazreti Aysoni tutish uchun ibodatxona qorovullarini avatdi. Hazreti Ayso, yana biroz vaqt sizlar bilan birga bo'laman. Keyin meni avatguchining yeniga ketaman. Meni izdaysizlar, lekin topolmaysizlar. Men bordigan yerga borolmaysizlar, dedi. Bunun bilan Yahudi oqsoqollari bir-biriga, "O, biz topolmaguday qayerlarga keta? Chet elda turayotgan Yahudi muhojirlarning yeniga berib, Greklarga ta'lim beramdigandi. Meni izdaysizlar, lekin topolmaysizlar. Men bordigan yerga borolmaysizlar, degini nemisido?" deyishdi. Heytning oxirgi ham eng tantanli kuni Hazreti Ayso o'rnidan turib, yuqori ovoz bilan mundaq jakarladi. Kimdi kim ussa, mening yenimga kelib ishsin. Chunki muqaddas yozmalarda manga e'tiqod qilganlar haqida ularning ko'nglidan hayotlik suyuning daryolari eqib chiqadi deb yozilgan. U bu so'zni o'ziga e'tiqod qilganlarga ata qilingan Xudoning muqaddas ro'yiga qarata aytgan edi. Xudoning ro'yi texi hech kimga tushmagan edi. Chunki Hazreti Ayso texi otasining arshdagi shon sharpiga kirmagan edi. Xalq ichida ba'zi kishilar bu so'zlarni anglab, Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan u ekan deyishdi. Ba'zilar bu qutqizg'uchi Masih deyishadi. Yani ba'zilar bo'lsa, undaq emasdi. Masih Jalidin kamaytdi. Muqaddas yozmalarda Masihning podsho Davudning avlodidan ham podsho Davudning yurti Betlehem yetsin kelishi haqida deyilmaganmidi deyishdi. Buning bilan xaloyiq Hazreti Aysoning vajidan ikkiga bo'linib ketdi. Ba'zilari uni tutishni o'ylagan bo'lsa-mu, hech kim uningga qo'l solmadi. Ibodatxona qorovullari ibodatxonani qaytib kelganda, oliy ruhoniylar bilan parislar, "Nima uchun uni tutib kelmadinglar?" deb so'rashdi. Ibodatxona qorovullari, "Hech kim hech qachon bu odamdek so'zlagan emas" deb javob berishdi. Parislar, "Sizlarmi ozrilmagansizlar? Oqsoqollardan yoki parislardan uningga e'tiqod qilganlar bormi nima? Uningga e'tiqod qilgan guruhning muqaddas yozmadan xabari yo'q. Shunga u xalqni Xudo urdi" deyishdi. Ularning orasidan biri, ya'ni burun bir oqshimi Hazreti Aysoning oldiga kelgan Nikodim ularga, "Tavrat qonunimizda bir odamning o'z iqrorini anglamay va qilmishini bilmay turib, uning ustidan hukm chiqarishga bo'lmaydi deb yozilgan" dedi. "Ajaba, senmi Jaliliymi nima?" deyishdi oqsoqollar. "Muqaddas yozmalarni o'qisang, Jaliliydan payg'ambar chiqmaydiganligini bilalaysan."
Buning bilan ko'pchilik o'ylariga qaytishdi.